Ata gunohsiz qamaldi. Nemishqa adalat yo'q bu jahonda. Xayr, xo'sh Sabiha. Muhabbat sana o'xshashlab chiqdi. Bu balamni o'qitib, Mas'ud afandidak, Rahimjondak o'qimish odam qilaman deydi tege. Birimiz 100 ga tetayli. Jojisini berayli. Qechib bergan bilan bo'lmaydi ekan. Ikkimiz qurollanib, ikkidan 4 askarni o'ltirsakmi hisob. Nashriyatdan Ataqliq yozuvchi Zo'rdun Sabirning Oniyurt nomli bu trilogiyasida 1940-yillarda Xinjiang tarixida yuz bergan eng zo'r voqea uch viloyat inqilobi asosiy tema qilingan. Asarda bu inqilobning kelib chiqish sabablari, agri to'qay murakkab tarixiy musofirlari, oxirida Jungo Kommunistik partiyasining to'g'ri rahbarligini qabul qilib, shonli g'alabaga erishganligi marksizmlik tarixiy qarash asosida yuksak badiiy mahorat bilan yo'rtib berilgan. Hamda Dahi Mavzudoning uch viloyat inqilobi butun Jungo xalq demokratik inqilobiy harakatining bir qismi degan yuksak bahosi aynan tarixiy faktlar bilan dalillangan. Avtorning qon tari badiliga tutgan bu buyuk obida ajoyib yorqin tarixiy va badiiy chinliq tuyg'usi, murakkab his tuyg'ularga boy inchki tasvirlari, yaqinlik badiiy uslubi, ravon ma'nilik til san'ati bilan bir butun davrning tarixiy obrazini muvaffaqiyatli sizib bergan. Avtor o'ziga xos badiiy ijodiyat davomida ayni davrdagi turli ijtimoiy qatlam va tabiatdagi kishilarning inqilobga har xil maqsad muddao va ongsiz ravishda qatnashgan shaxslarning obrazini yaratishda ularning ijtimoiy orqa ko'rinishi, madaniyat qatlami va xosligi bilan inqilobdagi roli va taraqqiyotining munosabatini mos holda yezishga alohida kuch sarf qilgan. Bu hol bir tarafdan romanning badiiy chinliq tuyg'usini oshirsa, yana bir tarafdan tarixiy chinliqning aynan yoritilishiga imkon bergan. Bo'libmi ayni chog'dagi Sharqiy Turkiston, istiqloliyat, g'azot bayrog'ini ko'tarib chiqqan bo'lgunchilar bilan vatanning birligi, xalqning ozodligi, millatlarning barobarligi, ittifoqligi va baxt saodati uchun qon kechib kurash qilgan vatanparvar qahramonlar o'rtasidagi keskin kurash chin, jonliq, obrazliq tasvirlangan. Shunga ayni davrning tiniqi urg'ib turadigan bu yirik asar davrimiz yoshlariga vatanparvarlik tarbiyasi elib berishda eng yaxshi bir badiiy o'qishliq hisoblanadi. Asarda ayni davrdagi makon, zamon aynanligini ifodalash uchun ba'zida salbiy shaxslarning og'zidan berilgan salbiy so'zlarni o'qirmanlarning to'g'ri tushunishini, salbiy so'z atalg'ularga tanqidiy qarashini umid qilamiz. Ataqliq yozuvchi Zo'rdun Sabir Oniyurt nomli bu trilogiyasining eng oxirgi boblarini nashriyotimizga topshirib, 10 kundan keyin yurak kesili bilan ushtum-tut vafot bo'ldi. Afsus, marhum bu yirik badiiy amgigining bugungi ko'rkam nashr nusxasini ko'rolmay ketib qoldi. Ishonamizki, marhumning ixlosmand o'qirmanlari bu kitobni o'z qalbiga ilhom va o'zib elishdagi bir vosita va manba qilg'usi. Ularning zo'q ilhomlaridan qanotlangan orzu armonlari
marhumning pok ruhini texmi shodlantirgusi.